22 yoshimda pochkada pryustup berishlar, operatsiya bo'lishga majbur bo'lganman. Og'riq juda kuchli bo'lgan. Kesib, bu haligi katta kesiklardan toshni olishgan. 6 oy basseyn rejimda yotganman. 20 yil deganda pochka yana atkaz berdi. Qattiq og'riq bo'ladi. Bitta buyrak, o'ng taraf buyrakni olib tashladi. 3 kunda больницадан chiqdim. Mana shu birinchi operatsiyada 6 oy basseyn rejimda yotganman. Bu operatsiyada mana 2023-yil 6-may kuni operatsiya bo'lganman. 9-may kuni menga javob berishgan. Tiklan bo'lganman-da 1,5 oyda. Operatsiya bo'lganimni hatto o'zim bilmaganman. Tanadan ziravani oldirganchalik hozirgi insonlarga endi kerak bo'lsa 3 oyda bir, kerak bo'lsa 1 oyda bir. Kasallikni davolashdan ko'ra oldin olgan yaxshi deydi-yu. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mehmonimiz Rahimjon aka o'zini boshidan kechirgan qiyinchiliklari va shu kasallikgacha bo'lgan simptomlar, nimalar haqida gapirib beradi. Assalomu alaykum Rahimjon aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat aka. Qani yurib gaplashaveramiz. Men ismim Rahimjon, yoshim 45 ta. Mendagi holatlar 23 yoshim, 22 yoshimda, boringki 20 yoshimda boshlangan shu pochkada pryustup berishlar, qattiq og'riqlar bo'lgan. Endi u paytdagi odamlar mana Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, dadam rahmatlik. Shunaqa tushuncha bo'lgan u paytlarda. Meditsina u darajada rivojlanmaganligi uchun hozir operatsiya qildirsak bu uylanmagan bola uylansa befarzand bo'lib qolishi mumkin deb shunaqa tushuncha bo'lib qolgan. Shu sababli nima qilinganda davolanib, lecheniya olib yurilavergan, toshni baqqanmiz, qo'pol qilib aytganda, kattaytirganmiz. O'sha 22 yoshimda operatsiya bo'lishga majbur bo'lganman. Og'riq juda kuchli bo'lgan. Shuncha yil 5-4 yil og'riq bo'lgandan keyin 22 yoshimda operatsiya bo'lib toshni oldirganmiz. Endi u paytdagi operatsiyalar hozir texnika asrida yashayapmiz-ku mana endi. Traditsion ochiq operatsiyalar bo'lgan. Kesib, bu haligi katta kesiklardan toshni olishgan. 3,5 santimetrdan 3 ta tosh olgan, shu pochka to'lib qolgan ekan. Shundan keyin men endi u paytdagi operatsiyalarda 3 yilda o'zimga tiklanganman, salqin o'zimga kelib operatsiyadan keyingi holatda 6 oy basseyn rejimda yotganman. Undan keyin 3 yilda tiklanib, shu banda ekanmiz endi, inson ekanmiz, sog'lom bo'lib qolsangiz hech narsaga e'tibor bermay qo'yasiz ekan. Shundan keyin men nima qilmaganman, e'tibor berib operatsiyadan keyin lecheniya olib, bir o'zim ustimda ishlamaganman. Ishlamasdan oxiri mana 20 yil deganda pochka yana atkaz berdi. Har Ramazonda og'riq bo'lardi. Ramazondan chiqqandan keyin yaxshi bo'lib ketardim. Yaxshi bo'lganimdan keyin shu menga berilgan signalni bilmaganman-da men. Yaxshi bo'lganman, yaxshi bo'lganimdan keyin bo'ldi, yaxshi bo'ldi deb ketaveraman. Yana Ramazon kelgan vaqtda og'riydi. Qattiq og'riq bo'ladi. 5 yil shu darajada og'riq bo'ldiki, 20 yil ichida gapingizni bo'ldim, lekin biror marta pryustup ham bermagan, hech narsa bo'lmagan. Siz o'zingiz ham ko'ruvlarga bormagansiz. Bormaganman, sog'lom odamdek yuraverganman men. Imенно nimaga Ramazon oyida og'riq beradi? Bilmadim endi shu Allohning mehribonchiligi signal berilgan ekan shu paytlarda endi menga. Lekin men o'zim shu signalni to'g'ri qabul qilmaganman-da. Shu paytda agar to'g'ri qabul qilganimda boshqacha hayot bo'lardi, bilmadim endi. Shu 20 yil chiroyli yashaganimdan keyin oxirida mana operatsiya bo'lishga majbur bo'ldim. Bitta buyrak, o'ng taraf buyrakni olib tashladi. Buyrakni olib tashlagandan keyin hozirgi zamon texnologiyalarida chiroyli holatda olinib 3 kunda больницадан chiqdim. Mana shu Tursunboy deb Sog'lom avlod klinikasida shifokor oshnamiz shu bilan qadrdon bo'lib ketdik mana. Alloh nimagadir sababchi qilib tanishtirar ekan endi shu holatda oshnamiz bilan yaxshi bo'lib. Shu bolani nazoratida yurib operatsiyalarda bo'lgandan keyin yana o'zim sog'lom bo'lgandan keyin nima deydi, o'zim ustimda ishlamay qo'ydim. Ya'ni ishonchingizni ortadi, o'zim quvvatga kirdim, yaxshi bo'ldim. Yaxshi bo'lib yurib oxirida mana 3 oy, 4 oy chiroyli yashadim. Undan keyin yana operatsiya bo'lganimdan keyin 4 oy chiroyli yashaganimdan keyin davleniya ko'tarilishni boshladi. Undan keyin nefrolog nazoratiga tushdim. Nazoratiga tushib, mana endi hozirgacha shu qiyinchilik, shu buyrak, bitta buyrakda nagruzka bilan yashayapman.
Allohga shukr, shunchalik sababini qilyapmiz. Endi sog'lom hayot tarziga qaytyapman. Qaytganimga 2 yil bo'ldi mana misol. Bomdod namozini o'qigandan keyin 6 kilometr piyoda yuraman. Shuni oldinroq qilib, o'zim ustimda ishlaganimda ehtimol shu narsa bo'lmardi degan narsa o'y kelyapti. Endi bo'lar ish bo'lib o'tib ketdi-da endi. Lekin hali ham taslim bo'lish yo'q, Xudo xolasa. Allohdan so'rab shifosini bergin deb harakatdamiz, endi davolanyapmiz, boshqa qilyapmiz. Yaxshi yashayapmiz, Xudoga shukr endi. Hozirgi odamlarga demak tavsiyangiz kasallik bo'lishdan oldin kasallikgacha davo choralarini ko'r, sport bilan shug'ullan. Hozirgi odamlarga nima deyish mumkin endi? Hozir insonga umr bir marta berilar ekan, shuni chiroyli qilib o'tkazib olish ham ancha-muncha odamning qo'lidan kelmaydi ekanda. Lekin keyingi pushmongacha yetib bormasligi uchun inson o'zini ustida qattiq ishlash kerak ekan. Bir yilda bir profilaktika qilib doktor nazoratidan o'tish kerak ekan. Shu o'zini ustida qattiq ishlash kerak ekanki, jon omonatda bu jon. Insonga Alloh taolo tomonidan omonat qilib berilgan. Men bitta narsadan operatsiya bo'lishdan oldin ahli ilmlardan savol berib so'radim-da. So'rab nimani so'rading desangiz, shu qiyomatda nima deb javob beraman? Menga tana a'zolari butun qilib berilgan edi. Shuni bittasini yo'qotib boryapman. Borganimda shular aytdiki, endi bu narsani deb o'zingiz hayotingizni qiynashingiz hojati yo'q. Hozir shariatda ham ruxsat bor dedi. Pochkani berishga ham ruxsat bor. Hatto misol yaqin insoningiz sizga pochka berishga ham ruxsat bor. Sotishga ruxsat yo'q degan narsalarni gapirdi. Tushunganim uchun keyin majbur bitta pochkani oldirganman. Demak, diniy tarafdan ham bu narsaga yo'l topilgan. Yaxshi ekan. Operatsiya birinchisini traditsion usulda, eskicha usulda operatsiya bo'lganman dedingiz. Rosa qiynoqlar bo'lgan. Ikkinchi operatsiyani mana Sog'lom avlod klinikasida Tursunboy o'zi qildi deyapsiz, zamonaviy usullarda. Ikkovini farqi haqida ham gapirib bersangiz, odamlar hali operatsiyada qo'rqadiganlarga ham bir tushuncha qilib. Ikkovini farqi ot bilan tuyachalik desa ham, chumali bilan tuyachalik desa ham bo'laveradi. Birinchi operatsiyada 6 oy pastelin rejimda yotganman. Bu operatsiyada mana 2023-yil 6-may kuni operatsiya bo'lganman. 9-may kuni menga uyga javob berishgan. Yuragimni ovorgan holatda 3 kunda menga javob berishdi. Aytilgan muolajalarda hammasini qildim. O'zim ustimda ishlab yaxshi qaradim. Qaraganimdan keyin 1,5 oyda уже men tiklan bo'lganman-da, 1,5 oyda tiklanib odatiy hayot tarziga qaytganman-da. O'sha 3 kunda sizga shifoxonadan javob beradigan darajada o'sha tezlik bilan o'zingiz tikkaladingiz. Operatsiya bo'lganimni hatto o'zim bilmaganman. Albatta narkoz bilan operatsiya qilingan, lekin oldingi operatsiyani ko'zim oldiga keltirsam, men qanday tushuntirsam bo'ladi? Tanadan ziravani oldirganchalik holatda yengillab farq qilganda, yengillik bo'lib ketgan ekan. Lekin endi bitta buyrakni olib tashlashdik. Oson narsa emas bu. Organizmda bitta narsani olib tashlash oson narsa emas, lekin yillar davomida meditsina rivojlangan hisobiga, misollarga apparatura hamma yo'lni rivojlangan hisobiga men sizga ikkovini farqini tushuntiryapman. 3 kunda javob berish endi u qo'pol qilib aytganda sunnat qilingan bola ham 3 kunda o'rnidan turib yurib keta olmaydi-da. To'g'risi, bir hafta yotadi. Bir hafta yotadi. Oyog'ini kerib yuradi. Shunaqa. Endi yana bir narsa, hozir juda ko'pchilik shu qanaqadir og'riqlarni sezsa ham, mana o'zingiz aytyapsiz, afsuslanib o'tib ketadi deb yuraveradi-da. Shu narsani ham bir hozirgi odamlarimiz o'zini sog'ligini ustida profilaktika degan narsa yo'qolib bormoqda. Shuni hisobiga kasalliklarning turlari ko'payib ketyapti. Misol 1 yilda bir, 6 oyda bir doktor ko'ruvdan borib nazoratga o'tishlik kerak. Shu narsalarga misol belimiz og'risa ham, pochkamiz og'risa ham, qanday o'zgarish bo'lsa ham o'tib ketadi deb yurganmiz. Sizda ham shu holat bo'lgan. Shu holat bo'lgan. Shuni bir qator gapirib bering endi. Bir inson oddiy qilib tushuncha berganda, bu beroliq hech narsa emas bu. Pochka anaqa holatda turadi, shamollatib olganingda ishgandan keyin o'rtasida nayga ketmasdan toshlar to'planadi, shuni hisobiga to'planib katta bo'lib qolgan. U
tanaga sanchilib qolgan yurak ichki tarafiga. Yurak yana o'zi davolanib, misol davolanasizmi, davolanmaysizmi, baribir salomatchiligingiz tiklangandan keyin bu yurak yana o'zi holatiga qaytadi. Qaytgandan keyin tosh tushib ketadi. Bu hech narsa emas deganda. Endi nima deydi, biz bu sohada o'qimaganmiz, bu sohani yaxshi bilmaymiz, bilmaganligimiz uchun bee'tibor bo'lganmiz. Shu vaqtgacha bee'tibor bo'lganmiz. Mana bee'tibor bo'lib bo'ldi, endi toshni obordi. Bo'ldi, endi qaysi tosh bo'lmaydi, qutuldik degan tushuncha bo'lganda. Hozirgi insonlarga endi manfaatli bo'lishligi uchun o'zini ustida juda yaxshi ishlash kerak ekan. Salomatchiligini misol 6 oy ham ko'p deb bildim-da. Endi men o'zimni hayotim davomida bo'lgan narsani aytib beryapman sizga. 6 oy ham ko'p. Kerak bo'lsa 3 oyda bir, kerak bo'lsa 1 oyda bir. Misol mana davlat tarafdan, misol poliklinikalar, hamma narsa chiroyli holatda. Endi hozir oldingidaqa yugur boshqa narsa yo'q. Elektron holatda hozir hamma yo'q, borasiz. Pasportingizni berasiz, darrov ko'rikdan o'tkazadi, boshqa qiladi. Shunchalik sharoit bo'lgandan keyin odam o'zini ustida ishlash, o'zini nazorat qilishni bilish kerak ekan. Nazorat qilsa, xudo xolasa, hali kasallikni davolashdan ko'ra oldin olgan yaxshi deydi-yu. Shu endi men nima deyman? Hammamiz endi mana erkak kishimiz avtoulovlarimiz bor. Misol uchun mashinani ham chiroyli yurishligi uchun vaqtida massasini alishtiramiz. Balonini razval qildiramiz. Misol balonlarni xuddi shu singari mashinamizga e'tibor beramiz, lekin o'zimizga kelganda yo'q, o'zimizga chiroyli kiyim kiyishimiz mumkin. Chiroyli dasturxonda o'tirishimiz mumkin, yeb ichishimiz mumkin, lekin ichki a'zolarga ham e'tibor qaratib qo'ysa, xudo xolasa foydadan xoli bo'lmaydi-da. Endi insonga berilgan umrda chiroyli holatda o'tkazishlik yaxshi narsa-da. Alloh taolo oldida borganda ham chiroyli javobini berishlik nasib qilsin hammamizga.